Assalamu alaykum muhtaram televizor-ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyg'ur qurultiyi o'tgan juma kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur elida boshlagan pasporti yig'ib olish harakatini aybladi va buningdan andish qilayotganligini bildirdi. Egallanishicha, yaqinda Uyg'ur elining har qaysi joylaridagi soqchixonalar aholilarning pasportlarini yig'ib olish haqida uqtirish tarqatgan. Halbuki doiralar hozirga qadar pasport yig'ishning sababi haqida qoyil qilarlik tushuncha bermagan. Dünya Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi bayonotida pasport yig'ib olish harakati qarmoqqa barliq aholilarga qartilganda qismi, ammo doiralarning buni nuqtali holda Uyg'urlarning sayohat erkinligiga cheklim qo'yishdagi bir usul qilib olishidan andish qilayotganligini bildirgan. Yaqında Ürümçide 18 ve 19 yaşlardaki 2 nafar Uyghur yaşının dairələr tərəfindən qolğa elinganlığı ma'lum olmaqda. Uyghur təşkilatlarının aşkarlaşıca bu 2 nafar Uyghur yaş halal çoşqi yığı məhsulatını torğa çıxırıb aşkarlığanlığı üçün qolğa elingan. Egallanishicha Ürümçi şəhri Saybaq rayonluq dairələr ularni Millatlar İttifaqlığına ziyanlıq uçurlarını taqatqan deb qolğa alğanlığı ma'lum. Amerika Uyghur Birleşmesining raisi İlşat Hasan Efendi bu haqda inkos qaytirib, doiralarning Uyghur elida yurgizayotgan uchur erkinligini cheklash siyosatini aybladi. 10 ayning 23-kunidan 26-kunigacha Rossiya poytaxti Moskvada Xalqaro Uyg'ur tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Amerika, Rossiya, Germaniya, Hindiston va Turkiya qatorliq davlatlardan kelgan 53 nafar tadqiqotchi o'zlarining Uyg'urshunoslik bo'yicha tayyorlagan ilmiy maqolalarini o'qib o'tgan. Yig'in jarayonida Qirg'izistonlik Uyg'ur rassam Sobiqjon Babajonov bilan Qozog'istonlik Uyg'ur rassam Güzel Abbas qizining rasmlari ko'rgazma qilingan. Yig'in jarayonida Qozog'iston Uyg'ur san'at umiga maxsus o'yin ko'rsatgan. Yig'in qatnashuvchilaridan doktor Olimjon Hamroyev bilan doktor Mamtimin Ala bu qitimliq Uyg'ur tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini haqida to'xtalib, uning Uyg'urshunoslik bo'yicha xalqarodagi muhim bir ko'znak bo'lib qolganligini ilgari surgan. Bu yil 30 avgust kuni Xitoyning Qirg'izistonda turishliq elchixonasi avtomobillik bomba hujumiga uchrab, vaqada hujumchining o'lganligi, oz deganda 3 odamning yaralanganligi ilgari surilgan edi. Qirg'iziston taratqullari mazkur hujumni Tojikiston pasportliq bir Uyg'urning ijro qilganligini, hujum harakatini Suriyadagi Sharqi Turkiston qurolliq g'azotchi guruhining planlaganligini bildirgan edi. Halbuki yaqinda Qirg'iziston axborotlarining oshkorlashicha, Bishkekdagi Xitoy elchixonasini portlatishga ishlatgan o'q dorini Qirg'iz harbiy soqchilarining ta'mirlaganligi ma'lum bo'lmoqda. Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati bu haqda radiomizga inkos qaytirib, buningga doir ba'zi tafsilotlarni oshkorladi. Kurash Ko'san Uyg'ur xalqining munavvar farzandi. Uning vaqtsiz o'limi muajiratdagi Uyg'ur jamoatiga zo'r yo'qotish his qildirgan bo'lsa-mu, ammo xuddi uning Kurash o'lmaydi nomli naqsida qayd qilingandek, uning kurash uriyi o'lmadi. Kurash Ko'san buningdan 10 yil ilgari, ya'ni 2006-yili 10-oyning 29-kuni Shvetsiyada 47 yoshida olamdan o'tgan. O o'zining qisqagina hayotida bir tarafdan yangroq ovozi va jo'shqin naqshi musiqalar bilan Uyg'ur xalqining yurak torini chekkan bo'lsa, yana bir tarafdan vatan da'vosi yo'lidagi hormas kurashlar bilan Uyg'ur xalqining irodasini aks ettirgandi. Marhumning vafotiga 10 yil to'lgan bugungi kunda muhojiratga Uyg'ur jamoati uni cho'nqur seg'inish bilan yod etmoqda. 16 oktyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda Sharq Turkiston surgun hukumatining planlashi bilan Xitoydagi atom tahdidi nomli muhokama yig'ini o'tkazilgan. Yig'inga Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Yaponiya Uyg'ur birligi, Osiyo erkinlik va demokratiya hamkorlik kengashi va Yapon qurultiyi qatorliq tashkilotlarning vakillari hamda atom masalalariga qiziqadigan har sohadagi yaponiyaliklar qatnashgan. Yig'inda Sharq Turkiston surgun hukumatining prezidenti Ahmadjon Osman surgun hukumati nomidan Xitoyning 1964-yili 16 oktyabr kuni Tarim o'ymonligida tunji atom bombasini portlatgan kunini Sharq Turkiston xalqining musibat kunlaridan biri deb bilish qatorliq 3 turli qaror e'lon qilgan. Yig'inda yana Anvar To'xti, Mijit Husaynov qatorliq mutaxassislar maxsus temalar bo'yicha doklad bergan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar.
Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.